Yangi chiqqan iOS 26 da nimalar bor? Hozir sizlarga 1 daqiqa ichida yangiliklarni sanab beraman. Yangi Liquid Glass Design, ya'ni shisha effektli interfeys. Endi home screen, ikonkalar va barcha funksiya aynan shunaqa yangicha ko'rinishda bo'ladi. Lock screenda endi animatsion fonlar bor. Soat ham aynan siz qo'ygan rasmga qarab o'zgaradi. iOS 26 ikonkalari endi yumaloq ko'rinishda bo'ladi. iPhone'ning juda ham ko'p standart ilovalari shunga qarab yangilangan. Kamera endi yana ham qulayroq va soddaroq. Hamma rejimda video va foto ichiga berkitilgan. Xabarlar ilovasida, ya'ni SMS jo'natayotganingizda so'rovnoma qilish imkoniyati ham mavjud. O'zingiz yoqtirgan emojilarni endi mix qilib jo'natasiz. Ya'ni xohlagan emojingizni bir-biriga qo'shib jo'natsangiz bo'ladi. Yangi Games ilovasi ham qo'shildi. U ilova orqali o'yinlarni yuklab olishingiz va maza qilib o'ynashingiz mumkin. Va oxirgisi iOS 26 dagi super funksiya. Qo'ng'iroq vaqtida siz suhbatni to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. iPhone telefonlarini va Apple'ni boshqa gadjetlarni openshop.uz saytidan hamyonbop narxda va albatta muddatli to'lovga xarid qilishingiz mumkin. Narxlarni bilish uchun hoziroq openshop.uz saytiga tashrif buyuring.